Men do'stlar yangigina qishloq topdim. Qanaqadir, chiroyli ekan juda ham qishloq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sadaqa qil, iltimos. Qanaqa sadaqa? Pul ber, pulni nommi? Hozir sizga nom berishim mumkin. Mana. To'xtang. Uzr. Qo'l tegdi. Bo'pti bo'lib. Ataganingizni beraver. Mana 3 dona. Ana 7 dona bo'ladimi? Bo'ladi, rahmat. Bu nechinchi qishloq? Bu 13-qishloq. Juda ham zo'r qishloq. Rahmat, arzimaydi. Xo'p, endi men qishloqdan narsa sotib olishim kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima kerak edi bolam? Siz kim bo'lasiz bu qishloqqa? Men bu qishloqning raisi bo'laman. Mer bo'laman, to'g'ri. Menga shu yerdan uy kerak edi. Necha pul ishlasang berishim mumkin. Nima xizmat? Mana shu o'g'itni ko'ryapsanmi? Hammasini chopib ber, bo'ldi. Bo'pti, rahmat, hozir. O'zingga borma ish qilib. Quroq, bor. Xo'p, ketdi. Biz hozir uyga bo'lamiz. Ura! Yana ekipaj esa chiqasin. Hop. Qaysi uy menga bo'larkan? Qancha charchab ketdik-ku bunaqalar. Masala endi ishlashadamiz. Do'stlar, 13-qishloq qaysi qishloq edi? Menga eslatib bera olasizmi? To'xtanglar, yangiliklarni ko'rish kerak-da. Bu qanday qishloq? Bu yangiliklarni ko'ruvdim do'stlar. Axir bu qishloqda kompot bor-ku. Nega kompot yo'q ekan? Hozir so'raymiz-da, ish qilib olaylik. Kech ham tushyapti do'stlar. Hop. Men qilib bo'ldim, rais. Men yoningizda kim? Bu yonimdagi mening o'g'lim. Sizning o'g'lingizmi? Ha. O'g'lim, do'stlar, men bola mana bu yerda meni uyim bor. O'sha yerga kirgan. Mana uy bor, toshli. O'shani to'g'risida meni uyim bor. O'sha yerdan 32 ta uzmurtni olishing mumkin. Mening uchun mana shu bo'lishi kerak. Xo'p, chiroyli ekan. Biz hech qachon xiyonat qilmaymiz. 32 tasini olamiz. Masa. Assalomu alaykum, jitillar. Va alaykum assalom. O'zing kimsan? Men mana shu qishloqqa yangi ko'chib keldim. Isming nima? Oliver. Yaxshi ism ekan. Bo'pti, omad ishlaringga. Rahmat. Mana shu uy senga. Rahmat kattakon. Arzimaydi bolam. Zo'r ekan do'stlar. Juda ham charchadim. Yoki tushdimi? Bo'pti, uxlay qolaylik, dam olaylik do'stlar. Men dam olay qolay. Mana do'stlar, tong ham otdi. Qutuqqan yuzimni yuvib kelay. Do'stim, yerga kelgan. Obona. Nima xizmat? Mer. Menga shu 32 ta daraxt chopib bera olasanmi? Ha, menda bolta bor. Bor, chopib kel. Bo'lim. Oyi, mana daraxt, 32 ta daraxt. Keyin bizga ish bo'ladi. Hop. Bu daraxtlarni chopishga qanchalik erinayapman.
bana. Yigirma beshta, 27, 29, 30, 80. Charchab ketdim. Daraxt chopib bo'ldim. Menga ber, o'g'limga bera qol, o'g'lim yaxshi ko'rdi. Uzr. Hoy, nima qilyapsan? Hech narsa uzr qo'ldan ketdi. Mana, rahmat. Borib yana 32 ta izvoritni olib qol. Ana. Burstok pul. Yo'qlar. Men olmasam qani? Meni izmuritim qoldi. Ha, bo'ldi. Zaxosh ketman. Men axir izmuritlarimni bu yerga solgandim. Oba. Ana. Yaxshi bo'ldi do'stlar. Endi men do'stlar, nima qismat endi? Tog'dagi uyga ko'ydan anavni so'rab chiq, izmurit berish kerak edi. Nechta? 10 ta. Xo'p bo'ladi. Brat, mana bu yerda daraxtga tushib qoldi. Rahmat. Oppa, Xo'sh. Nima ekan bu yer? Omborxonasi bo'lsa kerak qishloqni. Yaxshi kirmay qo'ya qolaman. Toq. Kiravering. Hop, mer sizdan 10 izmurit berishimni so'rayapti, 10 ta. Sanduqdan olavering. 10 ta dona, 10 ta. Hop, ana, oshib ketdi. Ana, 10 ta bo'ldi. Rahmat xizmat uchun. Mayli. Oba do'stlar. Juda ham charchab ketdim. Yomon charchadim. Men mana uyimni olib kelib qo'yaver. Xo'p. Qalay so'rayver. Yaxshi. Mana shu menga degan qaytibdi. Qarachi bizga. Xo'sh do'stlar, ana shu tillarni menga qarashni qaranglar. Xo'sh, o'sha Oliver menga juda ham yoqmayapti-da. Bir nima qilish kerakmi? Bir tekshirib turib ko'ramiz. Biz sinovdan o'tkazamiz. Yo'q, uni kuzatib yuramiz. Ha. Men qo'yib chiqdim. Ha, rahmat. Ular menga sadaqa qil. Hozir amaki. Bitdan beri choy ichmadim. Yiqilishdan beri. Ana u amakiga sadaqa qila qolay. Ovqat, mayl. 7 ta izmurut. Mana bu odam o'sha berishga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Steve amaki. Steve amaki, men Steve amakiman. Shunaqa deb chaqirsam bo'ladimi? Ha, Steve amaki deb chaqiraver, bemalol. Hop, mana. Kuttukun, rahmat senga. Rahmat, kattakon. Arzimaydi. Do'stlar, nima qilish? Oh my god, nima qilib qo'yding? Menga 5 ta ko'mir olib kel, tezroq. 10 ta bo'lsa ham mayli, 10 ta bo'lsa ko'proq pul beraman. Do'stlar, yaxshi. Nechta ko'mir bo'lsa ham olib kel. Hop, do'stlar, nechta ko'mir bo'lsa ham olib kel, yaxshi. Hop. Chiqarib 5 tadan ko'p chiqdi-yu, menimcha. Ha, 5 tadan 10 ta. Yo'q-mayo. Ana, mana, yo'q-mayo, 15 ta. Oppa, ana, charchab ketdim. Mana, ko'mir 15 ta olib keldim. Ha, ularni faykalga aylantirdi, daraxtlarni ozginasini berib, yaramas bola.
O'sha fakel qo'yibcha qishloqqa. Qishloq sali yorug' bo'lmayapti negadir. Hop. Do'stlar, fakel ko'rinmaydi. No, mayli, o'zimiz sinov qilamiz. Balki crafting templedan qilib olay. Yamayo. Fakel qani do'stlar, amaliga. Mer. Nima deysan? Hissas ortib qoldi. Ular o'zim bo'laver. Qishloqqa qo'yib chiqib qolganlar. Ortib qolsa yana nima qilasan? Oppa, mana qo'yib chiqamiz hamma yerga. Mana do'stlar, mana bu yerning tepasiga ham qo'yamiz. Salom jittilar, uylarning tepasiga sham fakir qo'yaveraymi? Ha, qo'yaver. Qo'yaver. Hop, ana. Yaxshi ishlashinglar uchun. Mana. Rahmat kattaqa, rahmat. Azmaydi. Hop. Ana qishloqda to'la fakir. To'xtalar do'stlar, men o'zimni qo'ymayapman-ku. Mana. Endi fakir juda ham ko'p qoldi. Mana. Va mana. Xullas do'stlar, hammalarga ko'ra xayr demayman, ko'rishguncha deb qolaman. Va hozir do'stlar, uchinchi shaxs. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Oliver xayr demayman. Balki xayr demayman. Hazillashdim do'stlar, xayr demayman, ko'rishguncha deb qolaman. Bo'lmasa ko'rishguncha do'stlarim. Skin zo'ra do'stlar, yoki almashtiraymi boshqasiga? Gapiringlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmaymiz, do'stlar. To'xtanglar. Mana endi chiroyli bo'ldi. To'xtanglar do'stlar. Like va obuna, подписчик. Obuna bo'lish va like tugmasi. Komment esdan chiqmasin, birodarlar.